Mana musulmonlar Makka da la ilaha illalloh deb qo'ygani uchun Habasistonga ketishlikka majbur bo'lishdi. Haq kalimani aytgani uchun yurtidan quvilishdi. Gohida kishi iymonida, islomida, e'tiqodida sobit tursa, qiyinchiliklarga duch keladi. Nima uchun? Axir Allohning aytganini qilsa mashaqqatga qolish kerakmi? Axir bular Allohning toati dedi-yu. Masalan, bir odam aroq savdosini qilardi yoki boshqa bir harom tijoratni qilardi. Eshitdi, o'qidi, qarasa, qilayotgan ishi Allohga xush kelmas ekan. To'xtatdi harom tijorat, tavba qildi, yig'ishtirdi bu tijorat. Birdan daromad yo'qib ketdi. Chunki haromning orqasidan yaxshi pul kelyapti, shart to'xtab qoldi. Allohning aytganini qilib, haromdan uzoq bo'lsa, boshqa tomondan ishi yurishib ketmasdan nima bo'ldi? Orqaga ketdi. Bo'ladi shu narsa. Bo'ladi-yu. Odamlar shu bir harom ishni qilsa, harom ishni shart to'xtatib qo'ysalar, orqasidan katta bir daromad, katta bir mablag' kelishigini kutishadi. Shoshib ketadi. Mana bo'lmayapti-yu. Mana xo'p tashadim, protsentga pul olmadim. Mana ishni qo'ydim sen aytgandek oshna. Bo'lmayapti-yu deydi. Yo'q. Endi mana bo'lmayapti-yu. Nima deymiz?